boshlanib bitgan. Bularga qilib bergan ishimiz. Chuqol taqib berdik. Yashil rangda. Rul chuqollari ham yashil bo'ldi, palmas qilib. Tapetka chuqollari qoraga yashil. Qo'shinni hop evakor ko'rik qo'yib berganmiz. Dajami temirli joyi ham yashil bo'ladi, qora emas. Orqalarni ko'rsanglar bo'ladi. Shular qoliplari zo'r, cho'tkib tushgan. Ko'jalari ham yaxshi, yomon ko'jadan emas bu. Narxini aytib ketdik. Hop. Chuqolimiz narxi 650 ming so'm. Evakor narxi 300 ming so'm chiqadi. Tapetka chuqolimiz 200 gram so'm. Rul chuqolimiz 100 gram. Ustanovkasi 50 ming so'm. Chuqollar ham ustanovkasini 150 ming so'm qilib berganmiz. Sizlarni yechib, akkuratni qilib qo'yib joyiga, raxlari ham joy-joyiga bir tekis bo'lib kelgan hammasi.